Alloh chaqirsa boradi banda. Alloh chaqirmasa milliarder bo'lmaysizmi? 50% nasib qiladi, umrda hajga borish 50% nasib qilmaydi. Puli bo'lsa ham, puli bor. 10 martalab borib keladi kerak bo'lsa. Lekin bormaydi. Siz biz o'ylaymiz, u o'zini xohlab bormayaptimi? Uni Alloh chaqirmayapti. Siz biz mana hozir uyqumizdan voz kechib, shirin uyqudan voz kechib kelib, mana shu masjidda kelib o'tiryapmizmi? Bilingki, Alloh xohladiki siz kelib o'tiryapsiz shu yerda. Alloh xohladiki siz masjid shu yerda imom orqasidan siz bomdod namoz o'qiyapsiz. Agar Alloh taolo iroda qilmasa namoz o'qiy olmaysiz, birodarlar. U 100% bu. Agar Alloh sizni xohlamasa masjidga kirishni umuman kirgizmay qo'yadi. Azon eshitsangiz ham o'tib ketasiz. Ey birodarlar, Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Noumid bo'lmanglar. Alloh yaxshi ko'radi sizlarni. Alloh yaxshi ko'rganligi uchun musulmon qilib qo'ydi sizlarni. Agar Alloh sizlarni yomon ko'rganda musulmon qilib qo'ymasa